Aritmiyalarning diagnostikasida eng muhim o'rinda turadigan metodlardan biri EKG yoki Holter tekshiruvi. Bularning nima farqi bor? Demak, Holter tekshiruvi ham EKG ga o'xshagan tekshiruv hisoblanadi. Faqat EKG bizada 5 sekunddan 10 sekundgacha bo'lgan muddatda yurak urishi bo'yicha informatsiya bersa, Holter bizada 1 sutkadan 7 sutkagacha informatsiyani berishi mumkin. Shu uchun demak, EKG biz qachon bemorlarga tavsiya qilamiz? Qachonki bemorning aritmiyasi har doim bo'lsa. Demak, har doim bo'layotgan aritmiyani EKG ga tushirsak, o'sha 5 sekund, 10 sekund ichida EKG ga aritmiya tushsa, demak aritmiyani tashxislab, uni davosini belgilaymiz. Ba'zi bir bemorlarda aritmiya doim ham bezovta qilmaydi. Ya'ni ba'zi bemorlarda kunni ma'lum bir muddatida, kimdadir 3 kunda bir, kimdadir oyda bir bezovta qiladi. Shunaqa turdagi bemorlarga biz Holter yoki uzoq muddatli Holter tekshiruvlarini tavsiya qilamiz. Har doim aritmiya bo'lib turgan vaqtda ushlash kerak. O'shanda demak biz aritmiyaga to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri davoni boshlaymiz.